Necha bo'ldimi? Bu hovlini o'zim qurganman bu hovlini. O'sha 2012-yili sotib olganman. Yerini sotib olganman. O'sha 3 yil, 4 yil davomida qurganman. 2016-yili o'sha qizim tug'ilgan. Qizim tug'ilganda o'shanda polni ko'chib kirganmiz. Ko'chib kirgansizlar. Bu eng qimmat mahalladan biri. Shunaqa deyishadi. Katta odamlar mana ishda yashaydi, katta okalar deyishadi. Taxminan bu uyga necha pul xarajat ketgan, necha pul turadi mashina qo'yib? $1 million dan ortiq turadi, bu aniqi. Endi aytdim-ku, hali hisob kitobni hammasini o'rtog'im qilgan. O'sha mahal men pul topib berganman xolos. Lekin yerini olganimizni 20-25 mingdan olganmiz o'sha mahal. Sotib. Necha sotib bo'ldi? 10 sot. 10 sotib. Yerni o'zi 200 ming. Yerni o'zi o'shanda shunaqaga tushgan. $1,5 million kamida ketgan bo'dki? Da, ketgan. Undan ko'payami? O shunaqa ketgan menimcha. Endi aniq summasi esimda yo'q-u. Shunaqa ketgan bo'lsa kerak. Hammaga nasib unaqa summalar esda bor. U matematikaga unaqa sonlarga unaqa aralashmaysizmi deyman? Tushunib qo'ygan odamlar. Endi aytdim-ku, men o'zim ishimni qilganman. Boshqa narsalarga aralashmaganman, chunki o'sha yonimda yuradigan ishonchli odamlar bor. Ular menga hisob kitob ko'rsatardi. Hisob kitob ko'rib chiqardim. Endi ko'p qurilishlar qilganmiz. Esimda ham yo'q-da, bunga qancha ketgan. Shu sizni asosiy uy shu yerda yashaydigan, to'g'rimi? Shu yerda yashayman. Shu yerda yashayman. Bu zdaniyada turaman. Endi men vodiylik bo'lganim uchun mehmonlar ko'p keladi. O'shaning uchun bu yoqqa alohida mehmonlar uchun joy qilib qo'yganmiz. Mehmonxona deylik. Da, mehmonxona. Kirib ko'rsak bo'ladimi? Endi erkaklar yashagani uchun hali ahvoli ko'rsatadigan holatda emas. Mayli, xo'p. Bu yerda mehmonxona. Bu yerda mehmonxona 2-etaj, hol bor. Bu yoqda basseyn, sauna. Unicha ko'rsak bo'ladimi? Hozir cho'milib chiquvdi borlar. Hech nima qilmaydi bizda unaqa. Mayli. Life, do'stlar, real hayot. Yuravering, Mahmud. Ko'chada basseyn qilmabsiz? Yo'q, ko'chada basseyn qilmaganmiz. Endi bolalar, yosh bolalar bo'lgani uchun hali qilganmiz. Ishda ham cho'milib bo'ladigan qilib. Zo'r. Bu yoqda sauna, basseyn. Hali plan. Salim akani basseynlarni kichkinarog'ini qilibsiz-da, sauna ham basseyn ham bor, unaqa rasmlar. Endi menga proyekt berishgan, shu proyektni tanlaganman. Endi baribir tushunishni boshlayapman, qurilishni. Agar o'sha paytda kelib qolganda basseyn tashqariga qilgan bo'lardim. Chunki asosan basseyn tashqarida kerak bo'lar ekanda. Ichkarida kerak emas ekanda. Ikkinchi etajda nima bor? Ikkinchi etajda hol bor. Zal, anaqa. O'tirib dam olish kerak. O'tirib dam olib, televizor ko'radigan joy. Shu yerda yig'ilib turasizlarmi? Da, oshna og'aylar kelsa ham o'tirib, futbol ko'rib, mana shu yerda anaqa qilamiz, yig'ilishib turamiz. Shu buzdayni asosan mehmonlarga. Mehmonlar dam oladigan joy. O'sha nariyog'i spalni. Kam chiqiladigan joy. Juda ham kam ishlatiladigan joy. Futbol ko'rganinglarda qaysi komandaga bolet qilasizlar? Hozir oxirgi City'ga bolet qildik. Manchester City. O'zbekistoncha? O'zbekistondan endi Paxtakor bor, Navbahor bor. Endi biz hali neytralniy odamlarmiz-da. Hammaga. O'zbek futboli haqida hali gaplashamiz. Yuravering. Bo'sh vaqtingizda nima qilasiz endi? Mana hozir futboldan ketdingiz. Bo'sh vaqtim hozir ayniqsa futbol o'ynaganman, halim ko'proq bo'sh vaqtim bo'ladi. Chunki 2 soat ertalab yoki kechqurun trenovka o'yin, qolgan vaqt dam bo'ladi. Hozir ertalabdan turaman, ishga ketaman. O'sha futbol assotsiatsiyadagi ishlarni qilib,
o'sha davomi o'zimni boshqa ishlarimga ham kirishib ketaman-da, уже birpasda kech bo'ladi. Ya'ni pensiyada sizda bo'lmaydi. Yo'q, Ishlayapsiz, harakatdasiz. Ishlayapmiz. Aytdim-ku oldin hali futbolga ish sifatida qaragan bo'lsam, hozir hobbi sifatida qarayman. Ish sifatida уже hali bizneslarga qaraymiz, chunki o'sha orqali pul topyapmiz. O'shaning uchun ishlash kerak, harakat qilish kerak.